Salom bolajonlar, bugun men sizga bo'g'irsoq ertigini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonlarda chol kampir bor ekan. Bir kuni chol kampiriga, kampir menga bo'g'irsoq pishirib ber debdi. Keyin suprada un olib xamir qoribdi. Xamirdan do'mboqqina bo'g'irsoq yasabdi va bo'g'irsoqni pishirib tokchaga qo'yibdi. Bo'g'irsoq oynadan bir sakrab qochib ketibdi. Dumalab o'rmon kesibdi va o'rmonda quyonni uchratibdi. Voy, buncha shirin bo'g'irsoq. Men seni yeyman. Bundoqqina ekansan. Men yemagin. Men senga yaxshi ko'rgan narsalarni aytib beraman. Men bo'g'irsoq sahrodagi emas. Qochib ketdim undan, qochib ketdim. Dodamdan qochib, sendan qochish hech kim emas. Va bo'g'irsoq quyondan qochib ketibdi. Dumalab ketayotganda yo'lidan bo'ri chiqdi. Voy bo'g'irsoq, buncha shirinsan, men seni yeyman. Men yemagin, men senga yaxshi ko'rgan narsalarni aytib beraman. Men bo'g'irsoq sahrodagi eng bo'g'irsoq. Qochib ketdim buvimdan, qochib ketdim dodamdan. Qochib ketdim quyondan. Endi sendan qochish hech kim emas. Bir dumalab bo'rdan ham qochib ketibdi. Dumalab yo'lga ketayotganda yo'lidan ayiq chiqib qopti. Voy bo'g'irsoq, buncha shirinsan. Hozir men seni yeyman. Men yemagin, men senga yaxshi ko'rgan narsalarni aytib beraman. Men bo'g'irsoq sahroda qochib ketdim buvimdan, qochib ketdim dodamdan, qochib ketdim quyondan, qochib ketdim bo'rdan. Endi seni qochish chiqib emas. Bir dumalab bo'g'irsoq qochib ketibdi. Bo'g'irsoq dumalab ketayotganda yo'lida ayol tulki chiqib qopti. Hoy bo'g'irsoq, buncha shirinsan. Men seni yeyman. Men yemagin, men senga yaxshi ko'rgan narsalarni aytib beraman. Men bo'g'irsoq sahrodagi umrbaq. Qochib ketdim dodamdan, qochib ketdim. Burnimga chiqib. Men bo'g'irsoq sahrodagi umrbaq. Qochib ketdim buvimdan, qochib ketdim dodamdan, qochib ketdim quyondan, qochib ketdim bo'ridan, qochib ketdim ayiqdan. Sendan qochish hech gap emas. Tulki bo'g'irsoqni yeb qo'yibdi. Mana bolajonlar, shu bilan ertagimiz tamom. Sizlarga yoqdimi?